Assalomu alaykum foydali xarid obunachilari. Bu videomiz aynan ayollarga bo'ladi. Abu Saqiy yangi material do'konida yuribman men hozir. Bu yerda o'rtog'im ishlaydi. Men senga zo'r shunaqa narxda skidkalar qilib beraman degan. Hozir birgalikda ko'ramiz qanaqa skidka qilgan. Do'kon nomerini eslab qolasizlar. A3-chi do'kon ekan. Assalomu alaykum Mo'lon xo'ja. Assalomu alaykum. Do'stim bormisan? Ha, borman. Kelaman deb mana. Men sezon boshlandi kelyapman-da. Foydali xaridlar uchun mana biza hozirgi kunda mana bu İstanbul paplilarimizni, koreyskiy sling paplilarimizni qo'yganmiz o'rtoq. Bularni bozorda 20 ming, 15 mingga sotishyapti metrga. Bu koreyskiy sling yaxshi papli. Yurganda 3 metrga 15-20 sm kirishadi. Necha pul qilib beryapsan buni? Do'stim, buni sana obunachilaring uchun, foydali xarid uchun rulon narxi 13 ming bo'lsa, metrga ham 13 ming so'mdan qilib beramiz. Mana assortiment o'zi ko'p ekan. Shunaqa, assortiment juda katta. Hozir men senga bularni har bittasini narxini aytib chiqsam, ertalab bo'lib ketadi. Hozir mana dastavka bormi yo'qmi? Dastavka xizmatlarimiz bor. Endi 1-2 metrga emas-da, 10-20 metrga taksini pulini o'zi berishadi. Nomerlaringni tagiga qoldiraman. Ismim Mo'lon xo'ja.